الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Al-İmran'ınki 155. ayetga keldik. Ayet o'xshashla Uhud urushi haqidagi ba'zi masalalarni o'rtaga qo'yib ilgirgi darslarimizda anglab o'tganimizdek masala bir tarafdan hal qilinib kelyapti. Bugungi darsimizda musulmonlarda, mu'minlarda ko'rilgan ba'zi xatoliklarningki asli tub negizlik sababini buni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizga bayon qilib beradi. Davatida astag'firu billah. Innallazina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumush shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innalloha ghafurun halim. Yani sizlardan jang kunisi, ikki taraf uchrashgan kunisi qochqanlar shayton ularning qilgan ba'zi xatoliklari sababli bularni azdo'g'an. Menlik tarjimada sizlarga tushunishlik bir shaklda tarjima qilyapman. Teyildo'g'an, azdo'g'an, xatolashdo'g'an. Alloh ulardan kechirim qildi. Alloh subhanahu va taolo mag'firat qilguvchi va halimdir deydi. Endi bu oyatda bizning diqqatimizni tortadigan nuqta birisi istazallahumush shayton so'zi bilan, yana birisi bi ba'd ma kasabu so'zi. Men tarjima qilayotgan oraliqda istazallahumush shaytonni xatolashtirdi deb tarjima qildim. Bi ba'd ma kasabu deganni o'tkazgan ba'zi xatoliklar tufaylidan deb ma shaklda qana qildim tarjima qildim. Chunki istazalla degan so'z arab tilidagi söz yasalish qurilmasiga qaraganda, yani arab tilida har bir so'zningki yasalish qurilmasining ifodalaydigan bir ma'nosi bor. Masalan, bu so'z istazalla, istafala degan qurilma orqali, shakl orqali yasalgan bo'lib, shayton bir narsani izdigan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni bani odamdan, insondan xatolikni qana qilish izdash. Unda insonning qaysi ojizlik nuqtasi şeytanın insanın içine kirib, insanı azdırıp, insanı xatolashtirib, başka yol başlap ketişiga yabradi desa, tam insanın o'tkazgan ma'siyat, xatoligi insondagi bir ojizlik nuqtasi. Asli musulmon o'zining tam bütün bir iymoni bilan mustahkam bir sepil qurgan ichida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo himoya qiladi. Qachon bir ma'siyatga shunda qadam qo'ysa, xuddi tomdan echilgan bir eshikka o'xshaydi. Inson mu'min o'tkazgan xatolik bilan bir ojizlik nuqtasini paydo qiladi. Shayton xuddi bir atrofi qo'rshov bir sepilning ichiga kirolmay, atrofini cho'gilab qolgan odam kirgidek yuchuqdan birini shunda alam topsa, shaqida kirgandek shayton insonga dal mushiyadin kiradi. Yani hadis şerifte şeytan insanın kanının akıdığan tomurlurda yani mağıdı deydi. Yani insan her daim xudur radarga o'xshash ko'z tuplab turadi. Qachon insanın bir acizlik noktasını görüp insanın nefsi, havisi şundan g'olib kelganini ko'rsa, tam shu yerga o'zining orzu umidini qana qiladi, tiklaydi-da. Shu yerdan qana qiladi, kiradi. İnsanlar bo'lsin, o'zini mustahkam tutgan insondan shayton qo'rqadi. Shayton qana qilmaydi, kirolmaydi uningga. Shunga Qur'oni Karimda shaytonni Alloh subhanahu va taolo vasvasil xannas Nas'da hamma bilan bilamiz bu surani. Vasvas al-xannas degan nima desa, xannas asli so'z ma'nosida boshqalar ko'rmasdan bir ishni qilib, boshqalar ko'rib qoldi, darhol yushunib oladigan narsani xannas deydi. Ya'ni qachon mu'min Alloh bilan bog'lantisini, munosabatini shundan ham uzsa, buni ojizlik nuqta, bir fursat deb bilib shayton hujum qilanda, mu'min darhol asliga kelib Allohni aslagan hamallam darhol qochadi. Darhol yushunadi. O vaqtda tankilanmaydi u. Chunki u vaqtda uning qarshilashligini ojiz inson bo'lmasdan insonni qo'riyotgan
Allah oludu. O asla qana qılanmaydı, cüret qılanmaydı. Yani şu oyatda bi ba'zi ma kasabu bilan ikkisini bağlab akilishi dal insonning xatolashidigan, ma'siyat o'tkazadigan tarafi shaytonning kiradigan ishki hisoblanadi. Sinab baqsanglar bo'ladi. Oqshimi ma'siyat bilan, gunoh bilan haqqancha baldir yazsangmi, bomdatqa tura olishing tez. Chunki shayton asallasini mag'lub qiladi. Ammo oqshimi hech qanday ma'siyatga ulashmay, gunoh ma'siyat qilmay, Allah qo'ygan bağlanış bilan, Allahni eslash bilan eng kichik tenkijidan oshqanda yazsangmi, har qanday charjab ketsangmi, bomda namozga vaqtida qo'palaydigan bir ahvol bizning hayotimizda sinab baqsaq bo'ladi. Ya'ni ma'siyat ikkinchi bir ma'siyatga yo'l ochadi. Chunki shayton o vaqtda asalla chunki sepilning ichiga kirib oldi ya, qurg'onning ichiga kirib oldi ya, hujum qilmoqqa oson. Endi oyatdagi mushtaq qilib salgan ba'zi jinoyat tufaylidan shayton ularni teyiltiryapti, xatolashtiryapti degan oyatdan keyin va laqad afallohu anhum degan oyat. Bumi ajoyib bizga nisbatan bir rahmat oyati. Alloh ulardan kechirdi. Nimishqa? Chunki bularning iymonda ixlosi bor. İslamga ixlosi bor. Kirgan vaqtda ixlos bilan kirgan, hala ixlosdan turyapti. Faqat bir ojizlikka tufaylidan bir xatolashdi. Allah subhanahu va taolo mushu nuqtadan mu'minning o'tkazgan bütün xatoligini birini jazolamaydi. Balki nurg'inlarini qana qiladi, afu qiladi. Innalloha g'afurun halim. Allah subhanahu va taolo g'afurdur, halimdir. Bir nuqtani eskartib qo'yay qarindoshlar. Prinsip, bir qoida, bir yo'l bo'lg'achqa o'tkazgan xatoligimizning mutlaqo jazosini chekamiz. Bir ko'rinadining natijasi. Agar prinsipni chekmagan bo'lsak, ammo gunoh Allah gunoh deb hisoblab qiyomat kuni jazolash jihatda nurg'unlarini qana qiladi va afv qiladi. Mush nuqta qillanildi bo'lsin. Undan keyin 156-oyatda Allah subhanahu va taolo yani şu Uhud urushidan chiqib ketmadik. Uhud urushidagi ba'zi xato aqida ko'z qarashlari, diniy prinsiplar, diniy tushunchalarning ba'zi kamtuklariga qarata Allah subhanahu va taolo bizga eskartish berib davotidi. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana lama matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Ey mu'minlar, sizlar kafir bo'lgan va qarindoshlarga munda degan insonlarga o'xshab qolmanglar. Chunki bu aqida masalasi, iymon masalasi. Bular shunda deydiki, o'zlarininki qarindoshlaridan biriki, bir rizq talab qilib, tijorat va boshqa ustidan safar qilib, sa'iy qilsa yoki urush qilib chiqsa, nima deydi ular? Agar bizning qishimizda mushaqatimliq safarga chiqmay, mushaqatimliq ishga chiqmay, jim o'tirgan bo'lsa, u o'lmaydi yoki o'ldirilmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo bu xil noto'g'ri tushunchani bularga nima uchun berdi desa, bularning qalbida hasrat olsun uchun amaliyotda hayotlikni birdig'ini Allah, hayotlikni oldig'ini Allah, Allah sizlarning qilayotgan ishlaringlarni hammani qanday qilib turadi, ko'rib turadi deydi. Ya'ni kuffarlardagi, dinsizlardagi bir aqida, bir ko'z qarash nima desa, insonning hayotini, mamotini amaliy sababga bog'lab tushunadi. Buni burungi darsdami qanday o'tgan deb o'tgan. Bizning aqidamiz, biz ishongan iymon insonning hayoti, mamoti shakl jihatda bir sababga bog'langan qilsa-mu, Alloh tarafidan belgilab o'tilgan o hayot mamotlik, o'lish tutilgan inson o'zi tutilgan o'limga qanday qilsa boradi. Ölüm bitilmagan bo'lsa, har qancha o'tkazsa-mu qana qilmaydi, o'lmaydi. Bu bizning aqidamiz. Alloh subhanahu va taolo moyatda bizni mushu nuqtaga qanday qilyotdi? Eskartyotdi. Ikkinchi bir tipdagi kishilar nima deydi? Masalan, o'zining atrofidagi ma'lum bir kishilar bu qatim bir safarga chiqdi, tijorat yuzidan yoki bir urushga chiqdi. Ondan keyin masalan bu alaqa Madinadagi munofiqlarning ko'rilgan ahvollar emasmi? Urushga chiqib yoki safarda bir ish bo'lib qilib, ashad voqeaning birisi yuz berib o'lib ketadigan ish bo'lib qolgan bo'lsa, shu yerda nima deydi? Chiqmay jim o'tag'an bo'lsa, bunda o'lmaydi, bizga o'xshash hayot qiladi deydi. Xuddi bular hayotida ko'psi o'lgan odamni ko'rmagandek.
Öýüsünden qeşidi ketip ötüp üstüden çaqçoq düşüp ölgen adamni kömegendek. Jim o'rtasi üstüge kallasiga taş düşüplap ölüp ketken adamni kömegendek. Addi ishlar sababidan ölüp ketken adamni kömegendek. Xuddi birisi sa'iy qilib, ya tijorat bu yusidan safarga chiqsa, yoki bir urush qilsa, shunilla ölümge bağlap qanday qiladi tushundi bular. Mushu xil change musulmonlar safarga alohida hujum sifatida qanday qiladi keladi. Chunki atrofimizda munofiqlar bor, iymoni ojizlar bor. Mushlar tarafidan keladi. Hey mush unda qilmagan bo'lsa, hey mush maqsad qilmagan bo'lsa, jihadga chiqmagan bo'lsa, urushga chiqmagan bo'lsa, ishni qilmagan bo'lsa, ishni qilmagan bo'lsa, qanday qilmaydi o'lmaydi deb. Bu degan men reallikni tushunishga o'tib ketgan bir ahmoqlik. Allah subhanahu va taala bizga oyatda şu kishilarning shu xil hukmi, shu xil qarashiga nisbatan bizni eskartiyotdi. Chunki bu degan reallikni amaliy kuzatmaganlik bu. Reallikni qanday qilmaganlik, tushunmaganlik. Endi texmi cho'ng qilsak, amaliyatda bu bularning tabiat xarakteri. Yani kuffarlar, bu xildagi kishilar bu qadar ro'shan ishlarga to'g'ri hukm chiqarmagan yada. Reallikda kunda bo'lib turayotgan o'lim yetim masalasini to'g'ri tahlil qilinmagan yada. Buningki iymon etmasligi, mu'min bo'lmasligi, kafir pati qilishi ajablanarli emas. Yani bularning zihniyati bu qadar yani. Endi bu ideya bularga bir jazo sifatida berilgan qarindoshlar. Qanday jazo sifatida berilgan? Masalan, misolga olsak, biz musulmon bo'lib sifatimiz bilan men birisini uzitib qolib kirdim, aydirumga chiqib bir safarga. Yoki bir qarindoshimni bir jihad maydoniga, jang maydoniga yo'lga soldim, o'lim xavri keldi. Qanday bo'lsa, mening kallamda shunday bir ideya e'tiqod borki, taqdir shu. Allah onu ölümle şöyle takdir qildi, şöyle öldü ve ölüdü. Çokum açta buludu. Men onu aydırımga chiqib qo'yay, ya qanday qilay? Hech aloqasi yo'q. Yoki bir misol qilyapman qo'man. Undan boshqa bir misollarda xuddi masalan bir so'g'it cho'milgan bo'ldik. Suda ittirishib o'ynashdik, shunda istasam so'g'it tushdi. Andan keyin suv o'zib iqib ketib qoldi. Biz nima deb o'ylaymiz? Taqdir deb o'ylaymiz. Chunki bu yerda hech qanday bir nima yo'q. Bir sabab nuqtasidan bizga bog'lanadigan taraf yo'q. Ammo qarshi tarafdagilarga kuffarlar nima deb o'ylaydi desa, sabab biz deb o'ylaydi. Men shuni aydirumga chiqib qo'ymagan bo'lsam, men shuni ruxsat bermagan bo'lsam, ketgili qo'ymagan bo'lsam, ölmeydi. Men bunun hammasi Allah subhanahu va taala bularning bu xato tushunchasiga qarata bergan bularga jazo bular. Bu qalbida mashta hasrat ichida qana qiladi bular? Yashaydi bular. Biz bu orqali bularningki naqadar ahmoqligini, naqadar do'tligini qana qilib olmaymiz, bilib olmaymiz. Bu qadar oddiy bir masalada. Chunki o'lim yetim masalasi o qadar ko'p atrofimizda qarindoshlar. Har kun anglayapmiz. Necha ming odam öz köpüsü ülevatıdı. Bəzi qeri ülevatıdı, bəzi yaş ülevatıdı, kiçik balıpeti ülevatıdı. Hatta sebebini oxumayılıp ketvatıdı nurgun adam. Ahval muşu tutsa, hem de bir seferge çıqqanlıqı, bir cihadga çıqqanlıqı, bir uruşga çıqqanlıqı tüpeyledin, onu öldü, çıkmagan bolsa ölmeydi dep, bu kadar köp meselelerinin içinde mi muşunu bir toğru tahlil kılanmağanlıqını Kur'an bizge qanday qıvatıdı, dep bir vatıdı qarindoshlar. Bu arqılık bula hayatı da azaplanıp ötüdü. Men aşta qilmagan bo'lsam aşta olmaydi. Men ruxsat bermagan bo'lsam ketmaydi. Tutvasan bo'pti ekan. Bu azap bularni xato tushunchasiga qarata. Bu yerda nihoyatda muhim masalalar o'rtoq qo'yilyapti. Ya'ni hayotlik, mamatlik Allohning ilkida. Shu oyatning oxirisida vallohu yuhyi va yumit. Hayotlikni birdig'inimi Allah, hayotlikni oladiganimi ham Allah. Ya'ni o'limni birdig'inimi ham Allah. Ne bir yerga safar qilish, ne Allah yo'lda chiqish, ne jihadga chiqish, ne urushga chiqish emas. Bunun tipik misolidan nayt yorqin o'rnagidan birisi Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu. Bilasizlar qarindoshlar, islom tarixidagi eng dongli urushchi masalan, askar, qo'mondon.
neyze qilish tegmagan ya yo'q. Eng oxirida ko'pisi jon berdi. Shu vaqtda dedim deydi, desanglar, mana men deydi. O'zim birga yüzlerce urushga qatnashdim. Badnimda qilish neyze tegmagan bir g'irich kelgudek ya yo'q. Mana men ko'pimda o'lyapman, xuddi tuki o'lgandek. Bir hasrat o'zga nisbatan-chi. Ya'ni o'z ajrim bilan o'lyapman demakchandi. Qo'rqinchoqlar kuzgi uyqu bo'lmasin deb bunda bir xilqi hasrat bir shuar shaklda bir xitob qilyapti. Qo'rqishning hech hojati yo'q hayotda. Oyatning oxirida vallohu bima ta'maluna basir. Alloh sizlar qilayotgan hamma ishlarni ko'rib turadi. Endi ba'zi oyatlarga qarasak vallohu bima ta'lamuna alim. Vallohu bima ta'lamuna xabir degandek shaklda keladi. Ma oyatda basir kelishnosa. Basir degan nima bo'lsa ko'rib turadi degan ma'noda. Bu yerda bir ma'no, ba'ziroq bir ifodalayotgan g'ayri ma'no bor. Ya'ni nima desa ma adamninki bu jihatdagi ko'z qarashi ahmoqlikning u darajasiga yetib berilganki, naytroshan. Inni ko'rilib turdi. O'rtaga chiqib bildi, xabar topdi degan gap. Ba'zi yushun narsani biladi, yushun narsani xabar topdi degan uqumni ifodalasa man til nuqtasidan basir umunda bilib, o'ylanib, ya hammadan ko'gidek bir holatga o'tdi degandek bir xil iymoni bizga mushu oyat qana qilyotdi, bir votdi. Oyatning davomi yana 157-oyat. "Va la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratu minallohi va rahmatuhu khayrun mimma yajma'un." Agar siz Alloh yo'lida o'ltirilsanglar yoki o'lsanglar, Alloh subhanahu va taolodan keladigan mag'firat va rahmat sizlar to'plagan narsadan yaxshidir. Ya'ni masala shu. Inson nima uchun o'limdan qo'rqadi? Chunki hayotda ko'zlayotgan bir narsasi bor, to'playotgan bir mol dunyosi bor, yashashni orzu qilayotgan bir turmushi bor, minmakchi bo'lgan bir mashinasi bor, o'tmoqchi bo'lgan bir uyi bor, eqiyotgan bir savdosi bor, ishqi bir narsa bor insonda. Shuning uchun inson o'limdan qo'rqadi, o'limdan qochadi, buning uchun qo'ldan kelgan har narsani qiladi. Ammo Alloh da'vatidiki, Alloh yo'lida o'ltirilsanglar yoki o'lsanglar, sizning hayotingizga muhim bo'lgani bu. Mayli o'ltiril yoki o'z ajling bilan o'l. Hayotingda Allah uchun bir ishni qilgan bo'lsang, sening u ko'zlagan dunyodagi narsaning, orzu qilgan umid orzularing, to'plagan mol dunyolaring, sog'an yasidaq o'ylaring, hammasidan Allohning mag'firati va Allohning rahmati yaxshi deb bizning eng muhim bo'lgan hayotdagi ishimizning qimmatiga eskartilyotdi. Muhimi bu. Uni keyingi oyatimda aytadi, qaranglar. 158-oyat. "Va la in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsharun." Mayli o'lsanglar yoki o'ltirilsanglar Alloh tarafiga hashr qilib ashaga yig'ilasizlar. Ikki oyat yaqin. Birinchi oyatda o'ltirilsanglar yoki o'lsanglar. Ma hozirgi oyatda o'lsanglar yoki o'ltirilsanglar. 57-oyatda 157-oyatda o'ltirilish oldida, o'lish keyinida. 158-oyatda o'lish oldida o'ltirilish keyin. Chunki 157-oyat urush haqida, Allah yo'lida kurash qilish haqida so'zlayotdi. Urush, kurash, jang deganda ko'p hollarda o'z ajridan o'lgandan o'ltirilish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ammo keyingisi qiyomat kuni hashr qilinish haqidagi mazmun bo'lg'achqa, ya'ni o'zingni o'lsanglar yoki o'ltirilsanglar Alloh tarafiga hashr qilinsizlar dedi-ya. Hashr qilinadigan umumiy insonlarning ahvoliga nisbatan o'ltirilishdan tabiiy o'z ajridan o'lish nima biroz ko'p. Ya'ni ehtimol yuqori. Ya'ni bu yerda shuna demakchiki, ikkala oyatda hayotni bizga tushuntiryapti. Hayotning ahvoli bu. Unchola hayotga qarag'udak ish yo'q men hayotda. Hayotda mengu yashab qolgan birmi odam yo'q. Mengu erishib qolgan birmi ne'mat yo'q men hayotda. Mutlaqo ketsa. Eng muhim bo'lgani hayotdagi qilayotgan xizmatingning, qilayotgan ishingning qimmati Allah'ның oldida o'tamdi, Allah'ның marhamatiga nail bo'lalamdi, Allah'ның mag'firatiga loyiq bo'lalamdi. Bu nuqta. Shunlashqa mayli Alloh yo'lida kurash qilib yashagan bo'lsang, Alloh yo'lida jihad qilib yashagan bo'lsang, mayli sen o'ltiril boshqalar tarafidan yoki o'l, Allohning mag'firatiga erishsa, Allohning marhamatiga erishsa, sen ko'zlagan dunyodagi har qanday narsadan yaxshi bo'l. Agar unda olmay qolib qolsa, mayli sen o'l yoki o'ltiril,
Qiyomat kuni Alloh tarafiga hashr qilinsa, beradigan hisobing va oladigan mukofoting va jazoing va, yaxshi bo'lsa mukofot, yomon bo'lsa jazo, hayot mashtab bir ahvol. Qarasak qarindoshlar, biz bugungi oyatdagi 158-oyatgacha 155-oyat, 155, 56, 57, 58 4 oyatning umumida Alloh subhanahu va taolo bizga eng muhim bo'lgan bir iymon masalasini o'rtaga qo'ydi. Va bu iymon masalasi mu'min sepi bilan buning qarshisidagi kafir yoki mushrik sepininki tutquliq nuqtaliq bir farqi, ideya farqi, yashash farqi. Buning insonning hayotiga bo'lgan ta'siri bularni bizga deb beradi. Agar sen mushu nuqtada xatochilikka yo'q qolsang, hayoting bo'ldi hasratga aylanadi. Rahat yaşayamaysan vaqtda. Chunki sen yuz bergan har yomonlikdan, har yomon oqibatdan o'zingni mas'ul tutsa, mening sababimdan, uning sababidan deysa, o'zingni mas'ul tutsang, hasrat cheksa, boshqalarni uningdan mas'ul tutsang, boshqalarning sababidan boshqalardan ko'rsang, bu yerda adovatla yashaysan. Bu degan hayotga nisbatan bir hasrat bu. Mesele şu, inek doğandan keyin Allah yo'lda yashashda mush ideyadan ayrılmaslik kerak. Hayotning prinsipini tushunish kerak. Insonning hayotda qanchalik erishaydiganini bilish kerak va insonning eng oxirida nega ketadiganligi, qayerga kirib nimaga erishadiganligini inson o'ylanish kerak. Bu haqda tafakkur qilish kerak. Bugun vaqt munosabati bilan darsimiz mushada oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.